Assalomu alaykum. O'zbekiston sayyoh kanal Bahrom klubi yana sizlar bilan hozir Mahmud dodani oldilariga mehmonga ko'rgani keluvdik. Assalomu alaykum Mahmud doda. Yaxshimisiz? Biza shu yosh kanarovodlarga boqish bo'yicha, shkoplarga qo'yish bo'yicha, ko'paytirish bo'yicha ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, rahmat. Endi mana shu iltimos qilib so'raganingiz uchun o'zi katta rahmat. Birinchidan. Endi bu qushlarni faqat ishqibozi yaxshi tushunishi mumkin. Ishqiboz bo'lmagan odam uncha tushunmaydi. Mana ko'rib turibsizlar, Xudoga shukr, kanalga bor ekan. Biz butun respublikamiz bo'yicha bir-birimizni yaxshi taniymiz. Respublikada ham ko'p ishqibozlar bor. Eng respublikaning markazi Toshkent. Kanallar o'chog'i ham Toshkent. Toshkentning klublari ham asosiy joy. Shuning uchun mana rahmat, hozir Toshkentimizda ikkita asosiy klub bor. Ikkita klub bor. Shunda endi hamma ishqibozlar ham bor. Shu ishqibozlarga iltimos qilib aytardimki, men iltimos qilib boshimdan o'tgan o'zim qilganlarim. Bola oshirish uchun yaxshi kanallar olinglar. Samkalar yaxshisini olish kerak. Keyin uni tavakkal qilib qo'shib yuborish kerak emas. Oldin tekshirib ko'rish kerak. Ularning sifati bo'lish kerak. To'g'ri, kanallar olabilir bo'lsa ham yaxshi saraydigan bo'laveradi. Endi ularni ko'rinishi ham zo'r bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bularni bola olishdan oldin samkalarni ham yaxshi qonundan tanlab olib, yuqori o'rinlarni olgan kinorodlardan olib, keyin qo'shib bola olsanglar, ishonchli qushlar chiqishi mumkin. Lekin hammasi ham olavermaydi. 10 tadan bitta ikkitasi olish mumkin. Chunki mana o'zimiz insonlar hammamiz ashlachi emasmiz. Shuni singari deb bilaman. Shuning uchun o'sha hozirgi yoshlar, yosh kinorodlar agarda kanalga ishqibozi bo'lib, ashulalar qo'yib o'rgatib, mana hozir texnika yaxshi. O'rgatish oson, oldinga qaraganda juda oson. Men ko'p bolalar ko'raman, endi qush pishayotganda sotib yuborib yo'q qilib qo'yadi. Mana shunga ehtiyot bo'lib, oldingi o'sha mana chempion bo'lgan odamlardan, 2-3 o'rinlarni olib yurgan odamlardan so'rab bilinglar bo'lmasa, yoki bo'lmasa o'zingizlardan katta qachondir bir necha yillar oldin ushlab kelayotganlardan so'rab, ko'rib uyga borib yoki bo'lmasa so'rab bilib shu ishni qilsanglar juda yaxshi bo'lardi. Ya'ni hammanglardan iltimosim faqat yaxshi kanallarni boqinglar. Aralashtirib tashamanglar. Toza qonlilar bilan boqsanglar hamma vaqt xursand bo'ladi. Chunki o'zingiz boqqan qushingizni ko'rib, o'zingiz xursand bo'lib o'tirishingiz kerak. Ana unda haqiqiy ishqiboz bo'la olasiz. Shu endi boshqa ko'p gapirish hojati yo'q. Doda yana bitta savol bor, yana qisqacha javob berib ketsangiz. Jo'jalarni necha oydan shkafga qo'ysa bo'ladi? O'shalar to'g'risida ozgina iloji bo'lsa jo'jalarni shu qanaqa holatda, necha soat, nar bildingizmi, nar uni o'zi olish kerak. O'sha prolyotni deymiz, 1 metrlik kattaroq qafaslardan o'shani olib oldinroq sayrab olmaslik uchun oldin ikkita ushlash kerak. Endi bu men o'zimning stilimni aytyapman. O'sha ikkovidan qaysi biri aktivroq bo'lsa, o'shani qoldirib, ikkisini yana o'sha apsakka tashlab qo'yish kerak. Narligini ajragandan keyin ana uni o'sha shkafingizga qo'yib, yopib tashlash kerak emas. Chunki shkaf yopilgandan keyin
serebrisli ro'siblar mayin ro'sibda Mhm. shkafga kirmay qoladi. Ha, bu haligi shkafni yopmasdan ochib qo'yganingiz o'sha serebrisli ro'st eshitish uchun. Ha, ana o'shaning uchun. Ha. Endi o'zi serebrisli ro'sib ana sviristil degan qushga yaqin narsa o'shandan olingan o'zi asli. Hmm. Oldinlari aytmaganmiz haligi serebrisli tushgan. Yo'q, sviristil degan qush bor, mamtinda xaxolor bor. Hmm. Shu qush imini serebrisli ro'sib sayraydi. Mhm. Men mashhur o'zim Toshkentda bor. Qishda bo'lardi, bahorda yo'qolib ketadi. Hmm. Ana o'shalarga ahamiyat berib, endi qushlar yaxshi qush boqaman desangiz, traynik, kulik, ro's, afsanga keyin sinisalardan oxirigacha borsa, ana o'sha plan bilan. O'sha qushlarni zo'r qushsa bo'ladi. Ha, rahmat. Rahmat doda bergan maslahatlaringiz uchun. Yana savollar chiqib qolsa, oldingizga kelamiz, bergan maslahatlaringiz uchun rahmat. Hamisha marhamat.